Endi qozon tepasida 2 soatlab turishga hojat yo'q. Duxovkada shunaqa ham sochli va mazali bo'lgan tabaka retsepti bilan keldim. Kefir yoki qatiqqa soya, yog', uksus va pripravalarimizni solamiz. 2-3 dona chesnokni ham maydalab cho'rka qilib, yaxshilab massamizni aralashtiramiz. Do'mboqqina tovuqlarimizni olib, kerak emas joylarini kesib olib tashlaymiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib oralarini ham kesib, shunaqa cho'pli tiqib olamiz. Ichiga yana ham sochli bo'lib o'tishi uchun listimizga joylab oldim. Endi kartoshkalarimizni ham pare-pare to'g'rab, qolgan sousga aralashtirib, uni ham listga soldim va pomidorlar bilan xuddi shunaqa strechlab, yaxshilab atroflarini o'rab duxovkaga solamiz. Yumshoqqina bo'lib pishib chiqqandan keyin ustidagi folgasini olib, tepa qismini yoqib, qizartirib 20 daqiqada pishirib olamiz. Qarabsizki, xil-xil kartoshkalari ham pishgan, mazali tovuqimiz, tabakamiz tayyor. Bunaqa taom yaxshi-yu, list abdala bo'lishi yomon. Men doimgi yordamchim Aqua Magic'dan foydalandim. Aytganchi qizlar, Aqua Magic'dan yana bir yengillik, men nomimdan telefon qilib buyurtma bersangiz 50 ta odamga skidka qilib berishar ekan. Bu imkoniyatdan foydalanib qolinglar.